Eslang, albatta u rostgo'y payg'ambar nabiylardan edi. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Oliy makonga ko'tardik degan so'zini mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirilgan Me'rojga chiqqanda 4-osmonda Idris alayhisalomni ko'rganligi haqida payg'ambarimiz shunday bir so'zlarni aytgan. Juda ko'p mufassirlar, muarrixlar aytgan ma'lumotlar bor, lekin hammasi sahih emas. Isroiliyotdan bir ma'lumot olingan ekan, bu Isroiliyot qaytarib aytib qo'yamiz. Isroilda shunday deyilgan ekanki, Idris alayhisalomga Alloh azza va jalla aytgan ekan. Idris sizga har kuningizga yer yuzida o'sha paytda qancha musulmon bo'lsa, hammasini topayotgan savobi qancha bo'lsa, har kuningizga shuncha savob yozaman sizga. Millionta odam millionta savob qilsa, har kuningizga millionta sizga shuncha savob yozaman deganda o'limdan qochib qolgan ekan. Ko'proq yashab olay emas, ko'proq savobga ega bo'lib olaydi. Bu Isroiliyotdan. Shunda Idris alayhisalomga muqarrar qilingan farishtalarga aytgan ekanki, Azroil kelganda bir gaplashib qo'ymaysizmi? Jinni meni holi qo'yib turmaydimi degan ekan. Shunda Azroil alayhisalom tushib kelayotganda farishta aytadi, endi Azroilga gapim o'tmaydi-yu, lekin bir ilojini qilamiz. Orqasiga opishib qanotiga. Osmonga uchib chiqib ketayotganda 4-osmonda uchrashar ekan. Azroil alayhisalom bilan haligi farishta. Orqasida Idris alayhisalom. Ey Azroil dedi farishta. Idrisni ozgina qo'yib tursangiz bo'lmaydimi desa, qani Idris o'zi desa, orqamda deydi. Azroil alayhisalom aytadi, subhanalloh. Alloh azza va jalla Idrisni jonini 4-osmonda oling deganda hayron bo'lgan edim. Odam bo'lsa, qanaqa qilib 4-osmonga shu yerda joni olingan ekan. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu Isroilda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ishimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik.